Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sardor Sen. Do'stlar, ovoz ustida ishlashimizni rosti hozir tashlab qo'ydim. Bir kun ilojim bo'lmadi. Shu bilan ertaga qilaman deb почти bir haftadan oshiq menimcha vaqt umuman video qilmadim. Rost o'zimdan xafaman. O'ylaymanki, bu уже bardavomroq bo'ladi. Birinchi mashq. Otcha chalish, ya'ni lashatka tilla tanglayni tekkizib, ot yurganda yuradigan ovoz chiqarishimiz kerak. Ya'ni tovushni chiqarishimiz kerak. Bu narsani 15 marta qilamiz. Boshladik. Malades. Keyingi mashq. Maqom. Og'izni sal ochib, tilla labimizni u burchagidan bu burchagiga 15 martadan olib borishimiz kerak. Ya'ni 15 marta bu yoqqa, 15 marta bu yoqqa boshladik. Mashq qanchadan beri qilmaganim hisobiga qiyin bo'ladi deb o'ylagandim, lekin ancha osonroq. Keyingi mashq. Trubka uxlatgandek lablarni oldinga cho'zamiz, ya'ni shunaqa qilib, keyin 3 gacha sanaymiz. 1 2 3. Keyin tabassum qilamiz. Bu yerda ham 3 gacha sanaymiz. 1 2 3. Yana qaytib. Shu holatda 15 marta qilishimiz kerak, ya'ni 15 marta puflab, 15 marta tabassum. Har bittasida 3 soniyadan ushlab turishimiz kerak. Boshladik. Bu mashq mana qancha qilsangiz ham menimcha qiynaydigan mashqlardan bittasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyingi mashqimiz aniq talaffuz. Tez aytishlarni sekin va aniq talaffuz qiling. Har bir so'zning tovushiga e'tibor bering. Sekin-asta tezlikni oshiring. Bu mashq og'iz mushaklarini rivojlantiradi va diksiyani yaxshilaydi debdi. Bizani tez aytishlarimiz bor уже. Hop, demak, piyolalik ey bola, piyolang guli lola. Tez aytishga emas, ko'proq bullyingga o'xshayapti, tipo ustidan prikol qilinganga o'xshayapti. Hop. Qahraton qishining qahri qarg'ani quvontirdi. Bu normalniy. Qahraton qishning qahri qarg'ani quvontirdi. 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 Bu yerda qanchalik darajada ko'p aytishingiz yoki bo'lmasam tez aytishingiz u narsa emas. Основной siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu so'zni cho'tki qilib ayta oldingizmi, yo'qmi? O'sha narsaga e'tibor bering. Ya'ni tez o'qigan paytingizda 1-2 marta tez o'qigan paytingizda cho'tki qilib ayta oldingizmi, bo'ldi, keyingi mashq qilsangiz bo'ladi. Qahraton qishning qahri qarg'ani quvontirdi. Mana, normalniy. Keyingisi. Ovozni pasaytirish uchun mashqlar. Esnash. Og'izni keng oching va chuqur esnang. Esnash paytida tomoq mushaklari bo'shashadi. 6 marta takrorlaymiz. Olti marta. Keyingi mashq g'ing'ir. Og'izni yoping va tovushni chiqaring. Ko'krak qafasidagi tebranishni his qiling. Nafas tuguncha davom eting. Bu mashqni 6 marta qilamiz, ya'ni chuqur nafas olinadi va shu holatda havo yetishmay qolguncha vibratsiyani his qilib davom etishimiz kerak. Boshladik. Yaxshi. Keyingi mashq buzzing. M yoki N tovushlarini past ohangda chiqaring. Ovoz temirini pasaytirgan holatda degan ma'noda aytilgan bu yerda. Ko'krak qafasidagi vibratsiyani sezishga harakat qiling. Har bir urinishda 10-15 soniya ushlab turing. Bu yerda ham 6 marta ovoz chiqaramiz. Ya'ni ko'rayotganingizdek
boshdagi M va oxirida ushlab turishimiz kerak bo'lgan M harfi orasida farq bor. Iloji boricha qo'lingizdan kelgancha ovoz tembrarini pastga tushiring. Demak, boshladik. Keyingi mashqimiz nafas chiqarishda gapirish. Chuqur nafas oling, keyin sekin asta nafas chiqarish paytida past ovozda matn o'qing. Ovozni nazorat qiling va bo'shashgan holatda gapiring. Bu narsa uchun men do'stim taklif qilgan bir kitoblardan birini o'qib ko'rmoqchiman sizlar bilan birga. Har bitta videoni oxiriga immuniy kitob o'qiymiz. Ertaklardan, faktlardan odam charchadi, qanaqadir kitob o'qiymiz prosta. Oldindan uzr so'rayman. Anchadan beri o'zbekchada kitob o'qimaganimning hisobiga ozroq qiynalishim mumkin. O'ylaymanki, to'g'ri qabul qilasizlar. Kitob Molxona deb ataladi, Jorj Orwellniki. Birinchi bob. Qo'rg'oncha molxonasidagi Mr. Jones oqshom tushishi bilan tovuqxonasini tambalab qo'ydi. Biroq u shu qadar mast ediki, devordagi teshikni berkitish yodidan ko'tarildi. Orqa eshikni oyog'i bilan turtib yopgach, u qo'lida siltanib turgan fonusi yoritgan yerlarda kalovlanib biroz tentiradi. Keyin oshxonadagi bochkadagi pivodan bir stakan sizdirib ichdi va xotini Jones xonim xurrak otayotgan to'shakning bir chetiga kirdi. Yotoqxonada chiroq o'chishi bilan molxonada bezovta harakatlar boshlandi. Kun bo'yi hayvonlar orasida mish-mishlar tarqaldi. Go'yoki keksa mayor Midwaytlik mukofotlangan ahda cho'chqa o'tgan kecha g'alati tush ko'ribdi va bugun bu haqda boshqa jonivorlarga so'zlab berar ekan. Hammalari Mr. Jones ko'zdan batamom g'oyib bo'lishi bilan katta omborda ko'rishishga qaror qilishdi. Keksa mayor uni hamisha shunday atashardi. Holbuki ko'rgazmalarga olib borganda Wellington go'zali degan nom ostida namoyish etishardi. Molxonada juda katta hurmat e'tiborga sazovor edi. Shuning uchun bu taklifga hamma hayvonlar rozi bo'lishdi. Mayor allaqachon ombor oxiridagi o'zining pichan g'aramidan qilingan yuksak taxtida osilgan chiroq ostida olomonni kutib turardi. U 12 yoshda bo'lib, oxirgi paytlarda bo'yiga emas, eniga ko'proq kengaygan edi. Baribir qo'rqinch soladigan so'yloq ishlariga qaramasdan avvalgiday oliyjanob cho'chqaligicha qolgan. Ko'zlaridan donishmandlik va mehr nuri taralib turardi. Hamma hayvonlar to'planguncha har biri o'z ta'biga mos joy topib o'tirguncha ancha vaqt o'tdi. Birinchi bo'lib 3 ta ko'ppak Bluebell, Jessie va Pincher keldi. Uning ortidan cho'chqalar kirishdi va tepalik yonidagi pichan ustidan joy olishdi. Tovuqlar deraza peshtaxtalariga joylashdilar. Kabutarlar potirlashib tom ostidagi to'sinlarga tizilishdi. Qo'ylar va sigirlar esa darhol cho'chqalarning yoniga o'zlarini tashladilar va pichan chaynashga tushishdilar. Boksyor va Clover ismli tulporlar birgalikda kelishdi. Ular keng va yungli tuyoqlari imkon qadar oz joyni egallashi uchun ehtiyotkorlik bilan sekin harakatlanishardi. Clover o'rta yoshlardagi baland baytal bo'lib, 4-toychog'ini tuqqanidan keyin so'lqillab qolgandi. Boksyorning tashqi ko'rinishi g'ayri ixtiyoriy hurmatni uyg'otardi. Yag'rini balandligidan bo'yi 6 fut bo'lib, u
shu qadar kuchli ediki, oddiy otlarning ikkitasichalik quvvatga ega edi. Uning basharasini kesib o'tgan oq chiziq tulporlarga ahmoqona ko'rinish berar. Rostini aytganda, o'zi ham u qadar aqlli emas edi. Biroq o'zining sokin, xulq-atvori va g'aroyib mehnatsevarligi bilan hammaga yoqar edi. Otlardan so'ng oq echki Muriel va eshak Benjamin keldi. U bu molxonada eng ko'p yashagan hayvon bo'lib, haddan ziyod rasvo xarakteri bor edi. U kam gapirar, mabodo gapirib qolsa yuzing, ko'zing demay shartdakilik qilardi. Masalan, u bir kuni yaratgan menga sona pashshalarni haydash uchun dum bergan, ammo pashshalar ham dum ham bo'lmasa afzal edi degan. Hayvonlar orasida hech qachon kulmagan va kulmaydigan jonivor ham u edi. Nega bunday g'amgin ekani haqida savol berganda, u bu dunyoda quvonch uchun sabab hali yo'qligini aytgandi. Shunga qaramasdan tulpor boksyorga bog'lanib qolgandi. Odatda ular yakshanba kunlarini bog' yonidagi mo'jazgina yaylovda maysalarni tovshanib yonma-yon o'tkazishardi. Boksyor va Clover yonboshlab olgan zahoti omborga onasini yo'qotib qo'ygan o'rdakchalar pardasini yopirilib kirishdi. Hayajon bilan g'aqillab, xavfsiz birov bilmay bosib olmaydigan joy ilinjida u yondan bu yonga yugura boshlashdi. Baytal Cloverning uzangan oyog'i ularga himoya devori bo'lib ko'rindi. O'rdakchalar bu boshpanaga irg'ishib kirishdi va darhol uyquga ketdilar. Nihoyat omborga qand bo'lagini qitirlatib chaynagancha olifta sollanib Mr. Jonesning 2 g'ildirakli aravasini tortadigan Dudley oq biya Molly kirdi. U birinchi qatordan joy oldi va darhol taqib qo'yilgan qizil tasmachasiga e'tiborni qaratish uchun oq yollarini o'ynay boshladi. Oxirida mushuk kirdi va odatdagidek eng issiq joyini izlab yon-bu-yonga alangaladi. Hamda boksyor va Cloverning o'rtasiga sirg'alib kirib oldi. Bu yerda tinimsiz ag'anab, mayorning nutqi paytida miyow-miyovlab tinmadi va Maruzaning birorta so'zini ham eshitmadi. Orqa eshik yonidagi tayoq uchida o'tiradigan qo'lga o'rgatilgan qarg'a Mozusdan boshqa va barcha jonivorlar jam bo'lgan edi. Hamma qulay tarzda joylashib olishlari va sukunat cho'kishini kutib, mayor tomog'ini qirdi-da gap boshladi. O'rtoqlar, kecha oqshom mening g'alati bir tush ko'rganimni hammalaringiz eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu tushga keyinroq qaytaman. Eng avvalo sizlarga mana nimani aytishim lozim. Sizlar bilan yana uzoq oylar birga bo'lamiz deb ayta olmayman. Kunim bityapti. Sezyapmanki, sizlar bilan o'limim oldidan yillar bo'yi orttirgan donishmandlik mevalarini baham ko'rishim lozim. Men uzoq umr kechirdim. Bir o'zim og'ilda yolg'iz yotganimda mulohaza yuritish uchun yetarli vaqtim bo'ldi. O'ylaymanki, hayotning mohiyatini zamondoshlarimning barchasidan ham ko'proq tushunaman deb ayta olaman. Mana shularni sizlarga bayon qilmoqchiman. Shunday qilib do'stlar, biz va sizning tirikligimizdan nima ma'no bor? Kelinglar, haqiqatning yuziga tik qaraylik. Qisqa hayotimizning har bir kuni xo'rlikda va zahmatli mehnatda o'tadi. Tug'ilganingizdan boshlab bizga o'lmaydigan darajadagina ovqat berishadi. Kuchi bor hayvonlar eng so'nggi nafasigacha ishlashi kerak. Odatda biz hech narsaga yaramay, hech kimga kerak bo'lmay qolganimizda bizni shafqatsizlarcha kushxonaga ravona qilishadi. Bir yilni o'tkazgan birorta hayvon bu Angliyada baxt nimaligini yoki mehnatdan keyin dam olish qanday bo'lishini bilmaydi.
Angliyada biror bir hayvon erk nima ekanini anglamaydi. Hayotimiz qashshoqlik va qullikdir. Haqiqat shudir. Aslida haqiqiy holat shunday bo'lishi mumkinmi? Bu ona zaminimizning qashshoqligidanmi? Yer unda yashaydigan va mehnat qilayotgan barcha jonivorlarni boqa olmaydimi? Yo'q. O'rtoqlar, ming bora yo'q. Angliyada iqlim mayin, zamin hosildor. Yer hozir yashayotganidan ham ko'proq jonivorlarni boqa oladi. Bizniki singari molxona o'nlab otlarni, 20 ta sigirni, 100 qo'ylarni boqa oladi va ularning hayoti qulayliklarga to'la. O'zlari izzat e'tiborga ega bo'ladilar. Biz bu haqda hali orzu ham qila olmaymiz. Nega biz bu qadar tuban ahvolda yashashda davom etmoqdamiz? Sababi shundaki, biz o'z mehnatimiz bilan yaratayotgan deyarli hamma narsa odamlar tomonidan o'zlashtirilib yuborilmoqda. Mana, o'rtoqlar, barcha savollarning javobi qayerda ekan? Bu bitta, ammo yagona odam degan so'zdadir. Bizning yagona haqiqiy dushmanimiz odam. Sahnadan odamni olib tashlang. Ochlik va ayovsiz mehnatning sababi yo'qoladi. Odam o'zi hech narsa ishlab chiqarmay hammasini hazm qiladigan yagona maxluqdir. U sut bermaydi, tuxumlamaydi, omochni sug'orish uchun uning kuchi yetmaydi. Quyonlarni tutib olish uchun tezligi sust. Shunga qaramay u barcha jonzotlarning oliy hokimi. U jonivorlarni ishga haydaydi. Yemishni faqat ular ochlikdan azob chekmaydigan darajada beradi. Qolgan hamma narsani uning ixtiyorida qoladi. Bizning mehnatimiz bilan yer shudgor qilinadi. Bizning go'ngimiz bilan yer oziqlanadi. Bizning esa badanimizni yopgan terimizdan boshqa mulkimiz yo'q. Mana sizlar, hozir qarshimda yastanib o'tirgan sigirlar, o'tgan yil mobaynida qancha sut berdinglar? Sizlar bo'liq buzoqlaringizni oziqlantirishingiz mumkin bo'lgan sut nima bo'ldi? Ularni so'nggi tomchisigacha dushmanlarimiz ichib, yutib yuborishdi. Sizlarchi, tovuqlar, bu yil nechta tuxum qo'ydinglar va nechta jo'jani ochib chiqdinglar? Qolganlari bozorga olib borib sotildi va Jones hamda u kabilarning cho'ntagiga jaraq-jaraq pul bo'lib tushdi. Sen, aytchi, Clover, sening azoblarda tuqqan va voyaga yetkazgan qariganingda senga tayanch va ovunchoq bo'ladigan 4 toychog'ing qayoqda? Ularning barchasi 1 yoshga to'lar-to'lmas sotib yuborildi va sen ularni boshqa hech qachon ko'ra olmaysan. Aytchi, 4 marta tug'ruq azobini chekkaning, dalalarni omoch sudrab haydaganingdan keyin sening bir tutam pichan va ipli qoziqingdan boshqa nimang qoldi? Bizning sho'rlik umrimiz ham tabiiy yo'l bilan tugamaydi. Men o'zimni aytmayapman. Mening omadim bor ekan. 12 yoshgacha yashadim va 400 tadan ziyod cho'chqalarni tug'dirdim. Bir cho'chqa uchun munosib umr ko'rdim. Ammo hech bir hayvon umri oxirida shafqatsiz pichoqdan qutulib qola olmaydi. Mana
Siz oldimda turgan yosh cho'chqalar, bir yil o'tmay hayotlaringizni anavi shahar tashqarisidagi qassobxonada tugatasiz. Bunday dahshatli taqdir hammani sigirlarni, cho'chqalarni, tovuqlarni, qo'ylarni, hammangizni kutadi. Hatto otlar va ko'ppaklarga ham rahm qilinmaydi. Sening baquvvat muskullaring senga xizmat qilolmaydigan o'sha olis kun keladi. Boksyor o'shanda seni Mister Jons terishiluvchiga jo'natadi. U esa sening go'shtingdan itlarga ovqat tayyorlaydi. Itlarga kelsak, ular qarib, tishlari o'tmaslashib qolganda Mister Jons ularning bo'yniga g'isht bog'lab, yaqin atrofdagi hovuzga cho'ktiradi. Shuncha gaplardan keyin o'rtoqlar, hayotimizni zaharlangan yovuzlikning manbai odamzodning hukmronligi ekani aniq ravshan bo'lmadimi? Odamdan xalos bo'lsak bo'ldi. Mehnatlarimizning barcha mevalari bizning mulkimizga aylanadi. Istasak shu bugun kechqurundan boshlab erkimizning quyoshi yonadi va boy hamda mustaqil jonivorlarga aylantiradi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Vujudimizni va qalbimizni odamning hukmronligini yo'q qilish uchun fido qilib, tunu kun mehnat qilishimiz shart. Men sizlarni o'rtoqlar isyonga da'vat qilaman. U qachon alanga oladi buni bilmayman. Balki bir haftadan so'ngdir yoki 100 yildan keyindir. Ammo men mana shu somonni ko'rib turganimdek aniq va ravshan ko'rmoqdamanki, ertami kechmi adolat tantana qiladi. Hayotimiz qancha qolgan bo'lsa ham o'z hayotimizni bu g'oyaga fido qilaylik. Bundan tashqari mening bu murojaatnomamni sizlardan keyin keladiganlarga ham yetkazinglar. Zero kelgusi avlodlar kurashni g'alabaga erishguncha qadar olib borsinlar. Esda tutinglar o'rtoqlar. Sizning jasoratingiz, jur'atingiz barqaror va sobit bo'lsin. Sizlarni hech qanday g'ayri fikrlar yo'ldan adashtirmasin. Agar kimdir jonivorlar va odamlar o'rtasida umumiy manfaatlar bor, bir tomonning farovonligi ikkinchi tomonning farovonligi demakdir deb gapira boshlasa, uni eshitmanglar. Bularning bari yolg'on. Odamlarni o'zlarininkidan boshqa hech kimning manfaati qiziqtirmaydi. Biz hayvonlarning orasida esa jangda yengilmas birlik, mustahkam birodarlik g'alaba qilsin. Barcha odamlar dushmanlarimiz, barcha hayvonlar birodarlar. Mayor nutqini tugatgan zahoti dahshatli shovqin-suron ko'tarildi. Uning nutqi davom etayotgan paytda 4 ta bahaybat kalamush o'z uyalaridan chiqishdi va orqa oyoqlariga tayanib mayorni diqqat bilan eshitishdi. Shu payt ularni ko'paklar sezib qolishdi. Birdan o'zlarini uyaga urgan kalamushlarning hayotini tezkor harakatlarigina qutqarib qoldi. Jonivorlarning barchasi birodarlar emish. Mayor jim o'tirishga undab, oyog'ini ko'tarib qo'ydi. O'rtoqlar, dedi u. Biz yana bir masalani hal etishimiz lozim. Kalamushlar va quyonlar singari yovvoyi hayvonlar ham do'stlarimizmi yoki dushmanlarimizmi? Kelinglar ovozga qo'yamiz. Men majlisimiz kun tartibiga ko'rib chiqishga shu masalani tavsiya etaman. Kalamushlar bizning o'rtoqlarimiz hisoblanadimi?
Ovoz berish jarayoni tezda o'tkazildi va ko'pchilik ovoz bilan kalamushlarni o'rtoqlar deb hisoblash mumkin degan qaror qabul qilindi. Faqat 4 tovlan 3 ta it va mushuk qarshi ovoz berishdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, mushuk ikkala holatda ham ovoz bergan ekan. Mayor davom etdi. Men yana ozgina narsani qo'shimcha qilaman xolos. Men takror aytaman, yodda saqlang. Sizning majburiyatingiz odamlarga va ularning har qanday tashabbuslariga qarshi kurashishdir. Ikki oyoqda yuradigan har bir jon g'anim, 4 oyog'i yoki qanoti bor har bir jon do'st. Yana shuni yodda tutingki, inson bilan kurashda ham biz hech vaqt unga o'xshashimiz mumkin emas. Hatto g'alaba qilganimizda ham inson yaratgan hamma narsani rad etamiz. Hech bir hayvon uyda yashamasligi, to'shakda uxlamasligi, kiyim kiymasligi, aroq ichmasligi, tamaki chekmasligi, pulga qo'l tekkizmasligi va savdogarlik qilmasligi kerak. Insonning hamma odatlari yovuzlikdir. Bundan tashqari hech bir jonivor o'z qardoshlariga zulm qilmasin. Zaifmizmi yoki kuchlimizmi, aqllimizmi yoki ahmoqmizmi, hammamiz birodarlarmiz. Biror bir jonivor boshqa jonivorlarni o'ldirishi mumkin emas. Hamma hayvonlar tengdir. Endi o'rtoqlar, men sizlarga kecha oqshom ko'rgan tushimni aytib beraman. Men sizga bu orzuni tasvirlashga ojizman. Bu inson degani yer yuzidan butkul yo'qolganidan keyingi zamin haqidagi orzu edi. Men allaqachon unutilgan narsani eslab qoldim. Ko'p yillar avval men hali kichkina cho'chqacha bo'lganimda mening onam va barcha qarindoshlarim bir ko'hna qo'shiqni kuylashni yaxshi ko'rar edilar. Rosti gap, ular qo'shiqning bor yo'g'i dastlabki 3 qatorini va ohangini biladilar xolos. Men bu qo'shiqni bolaligimdan esda tutaman. Ammo ko'p vaqt o'tdi va ko'p narsa yoddan ko'tarildi. O'tgan oqshom bu qo'shiq menga orzu bilan birga qaytib keldi. Eng hayratlanarlisi va ishonchim komilki, qo'shiqning olis o'tmishda ham hayvonlar aytib kelgan satrlari yodimga keldi. Holbuki bu satrlar allaqachon avlodlar xotirasidan o'chib ketgan deb hisoblanar edi. Men hozir sizlarga bu qo'shiqni aytib beraman, o'rtoqlar. Men qarab qolganman, ovozim ham xirillab chiqadi. Biroq men sizlarga ohangini o'rgatgandan so'ng siz uni mendan yaxshiroq kuylaysiz. Bu qo'shiq Angliya jonivorlari deb ataladi. Keksa mayor tomoq qilib, bo'g'zini tozaladi va qo'shiqni boshladi. Xuddi aytganiday, uning ovozi xirilloq edi. Ammo Klementina va Kukaracha o'rtasidagi hayajonli ohang toza yangrar edi. So'zlari shunaqa edi. Angliya va jahon jonivorlari, mening so'zim borar hayvon zotiga, chorlar dalalardan, molxonalardan, yangi zamonlarning saodatiga. U kun keladi albat, eng buyuk poklikning pok mavjudoti, odam deganlari tugaydi abad, qoladi dunyoda hayvonlar zoti. Boshqa boshimizda qamchin o'ynamas, bo'yin turuq bug'mas tomoqni boshqa, mayli sinib
ketsin izvosh yaramas, aravani tortmas tulpor qashqa. Ertamiz bo'ladi albat farovon, yo'ng'ichqa pichanu donlar serob. Omborlar to'ladir hamma yoqda don, toleyimiz yorqin tepada oftob. Angliya osmoni charaqlar yorqin, suvlari pokiza, irmoqlar shisha. Qo'shiq kuylar endi shamollar shoshqin, biz ozodmiz endi mangu hamisha. So'z beramiz bugun bir-birimizga, qo'lga olajakmiz taqdirimizni. Cho'chqalar, tovuqlar, sigirlar barcha jangda jasoratli tutarmiz o'zni. Angliya va jahon jonivorlari, mening so'zim borar hayvon zotiga. Chorlar dalalardan, molxonalardan, yangi zamonlarning saodatiga. Bu qo'shiqning birgalikda ijro etilishi barcha hayvonlarni yovvoyi junbushga keltirdi. Mayor oxirgi so'zni talaffuz qilishi bilan jonivorlar qo'shiqni qaytadan ayta boshladi. Ishtirokchilarning eng anqovlari ham ohangga tushib olishdi va bir necha bilgan so'zlarini ilib ketishdi. Eng aqlli bo'lgan cho'chqalar va itlarga kelsak, ular 1-2 daqiqada darrov qo'shiqni dillarining tub-tubidan kuylay boshladi. Bir-birlariga moslashuvga bir necha bor urinishdan so'ng butun molxona hayratli bir yakdillikda Angliya jonivorlarini baralla ayta boshladi. Sigirlar qo'shiqni ma'rashar, itlar irillashar, qo'ylar ba'rashar, otlar kishnar va o'rdaklar g'ag'illashardi. Ular shu qadar zavq bilan kuylashardiki, qo'shiq 5 marta ketma-ket ijro etildi. Har bir gal avvalgisidan yaxshi edi. Agar ularni uzib qo'yishmasa, tun bo'yi kuylashardi. Afsuski, shovqindan Mr. Jones uyg'onib ketdi. Hovliga tulki kirib qolgan degan qat'iyat bilan to'shakdan turdi. U hamisha boshi ustida turadigan miltig'ini ushlab hovliga chiqdi va 1-2 marta qorong'ulikka o'q otdi. O'qlarning biri omborning devoriga tegdi va majlis o'sha zahoti tugadi. Hamma o'zi hamisha tunni o'tkazadigan teshiklariga tarqab ketdi. Qushlar o'zlarining qo'noqlariga chiqishdi. Hayvonlar pichanga ag'anashdi. Butun molxona darhol uyquga cho'mdi. Bu yerda va barcha boshqa she'rlarni Karim Bahriyev tarjima qilgan. Karim aka, brat, прям от души. Реально четкий tarjima bo'lgan. Originalini bilmadim-u, lekin qofiya ma'no zo'r qilib berilgan. Rahmat kattakon. Ikkinchi bob. Do'stlar, men shunaqangi mazza qildim hozir bu kitobni o'qib. Bu bitta bob o'qib shunaqa mazza qildim. O'ylaymanki sizlarga ham kitob yoqyapti. Bundan keyin har bitta videomizning oxirida kitob o'qiymiz. Hammaga to'g'richa rahmat do'stlar, sog' bo'linglar.